Assalomu alaykum. Mani sevimli gul ishqibozlarim, gullarni yaxshi ko'ruvchi insonlarim. Hammangiz sog' omonmisiz? Bugun dratsena guli haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Menda dratsenani mana shunaqa turlari bor. Mana bularni qanaqa parvarishi, qanaqa bularni qanaqa qilib sug'oriladi, qanaqa qilib ozuqa beriladi, shular haqida sizga ma'lumot bermoqchiman. Avvalambor har doimgidek bu gullarni, ya'ni dratsenalarni tuprog'i haqida gaplashmoqchiman. Tuprog'i o'ta yengil tuproq bo'lishi kerak. Torf, perlit, vermikulit va albatta asfalt va yana qum solasiz bularga. Ana shunda juda ham yengil tuproq paydo bo'ladi. O'zi yengil tuproqligini qayerdan bilsangiz bo'ladi? Tuvagingizni ko'tarib ko'rganingizda yengilgina bo'ladi. Bunda havo o'tishi yaxshi bo'lib, dratsenalar juda ham yaxshi rivojlanadi. Tomirlarini bemalol keng qo'yib rivojlanishni davom etishadi. Dratsenalarimiz ildizi har doim pastga qarab o'sadi. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Mana bunaqa uzun tuvakda ekishingiz kerak. Chunki bu ayrim gullar tomirini yonga qarab yoysa, bu pastga qarab yoyadi va uzun tuvakda juda ham yaxshi o'sadi bular. Shuning uchun iloji boricha dratsenalaringizda o'ziga mos bo'lishi kerak, lekin kichkinagina, masalan, mana bu dratsena gulim kichkina hali. Shuning uchun men buni juda ham uzun tuvakka hali ola olmayman. O'ziga mos bo'lgan mana tuvakchada ekib qo'yibman va katta bo'laversa, o'shanga qarab uzun tuvaklarga olishim mumkin. Yana kichkinagina gulni katta uzun tuvakka ekib qo'yish bu xato hisoblanadi. Mana bu gulim ham hali unchalik darajaga katta bo'lgani yo'q, lekin shunday bo'lsa ham hali tuvakni almashtirmadim. Esingizda bo'lsin, gullarni qancha kichik tuvakda o'stirsangiz, tomirlari siqilib, juda ham tez rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Ko'proq nimasini, kuchini tomir yoyishga emas, tepasiga beradi. Siz qachonki, mana qarang, bu gulim ham hozir uzun tuvakda ekilgan. Mana bu nimasi uzun buni. Tuvakchasi uzun. Mana. Chunki tomirlarini o'zi pastga qarab bera boshlagan bu. Tomirlarga kuchini bermasdan yuqoriga kuchini beradi, tuvak to'ldirib olgandan keyin. Shuning uchun e'tibor bersangiz, bozordagi yoki bo'lmasam o'sha parnikdagi gullarga ham katta gullar kichkinagina tuvakda bo'ladi. O'shani sababi, u tez rivojlangani sababi, u tomirga emas, yuqoriga kuchini beradi. Tuvakni tez to'ldirib oladida tomir, kichkinagina tuvakchani. Tomir tuvakka yetib, tuvagida yetarib bo'lgandan keyin teparaga o'zgarish beradi. Shuning uchun men sizga maslahat beraman, gullaringizni iloji boricha kichikroq tuvakka eking. Dratsenani esa bo'yi uzun kichikroq tuvaklarga ekib qo'yasiz. Dratsena yorug'ligi juda ham muhim bu gulga ham. O'zi hamma gullarga muhim, dratsenaga ham yorug'lik muhim. Masalan, dratsenani mana bu sorti, mana qarang. Mana shu sortiga ham yorug'lik muhim. Yorug'likka qancha yorug'likka qo'ysangiz, barglari juda ham chiroyli bo'lishni boshlaydi. Mana barglarining uchi qizil, endi chiqadigan joyi yashil. Mana yorug'likka qo'yganim uchun mana shunaqa. Agar hozir men buni yorug'likka qo'ymasdan, yorug'lik tushmaydigan joyga qo'ysam, buni barglari hamma joyi yashil bo'lib qoladi. Shuning uchun gulingiz chiroyli bo'lishini xohlasangiz, iloji boricha gullaringizga yorug'likni ta'minlab bering. Agar siz bularga yorug'likni yo'q, men haqiqiy yorug'likni ta'minlab bera olmayman desangiz, agar bularga, chunki ko'pchilikni tokchalarida quyosh juda ham tushadi-da, yorug'lik u yerda qo'ya olmaysiz, chunki tikka quyoshni yomon ko'radi bular. Tikka quyoshdan barglari kuyib qoladi. Sun'iy yorug'lik, tepasida lampalar yoqib turib, yorug'lik ta'minlab berishingiz mumkin. Mana shu yo'l bilan. Dratsena gullari suvni biroz chanqatib berganingizda yaxshi ko'radi. Juda ham tez orqasidan suv quyurmaslik kerak, ya'ni turpog'i har doim nam bo'lib turmaslik kerak. Turpog'ini yaxshilab quritasiz, yaxshilab chanqatasiz. Ayniqsa ko'proq chanqatavering. Chunki dratsena guli chanqab suv ichishni yaxshi ko'radi. Faqat chanqatishda yo'lini bilish kerak. Noto'g'ri chanqatib qo'yib, juda ham chanqatib qo'yib, umuman tanasida, ya'ni tomirlarida umuman suv qolmayotgan darajada emas. Masalan, suv tekshirib ko'rish, turpoq tekshirib ko'rishni o'rgatganman sizga. Barmoqni tiqib ko'rib, turpoqqa
tekshirishingiz mumkin. O'shanda siz barmog'ingizni mana shuncha tiqib emas, ko'proq mana shuncha tiqib tekshirib ko'ring. O'shanda quruq, yaxshi quruq bo'lsa, keyin yaxshilab sug'orasiz. Faqat chanqatganda bu gulni yaxshilab sug'oring. Yaxshilab sug'oring deganim, sug'orasiz va tagidan suv tushib ketganiga amin bo'ling. Tarelkasida suv 5 daqiqa turishi kerak. 5 daqiqadan keyin u suvni to'kib tashlasangiz bo'ladi. Dratsena gullari spreyda, ya'ni suv purkashni juda ham yaxshi ko'radi. Suv purkab turishingiz kerak issiq kunlarda. Ayniqsa iliq dushni juda ham yaxshi ko'radi. Yaxshilab chanqatasiz. Agar men hozir suv quyib qo'yganman, chanqatmaganman desangiz, turpoqlarni yopib turib salofan bilan iliq dush qilsangiz, shunaqa ham yaxshi ko'radi iliq dushni. Dratsena gullari yayrab, yashnab ketadi. Men ko'proq dush qilganimda gullarni yaxshilab chanqataman-da, keyin dush qilaman. Ham suv ichib oladi, ham o'sha barglari yuvilib mazza qiladi. Buni ko'paytirish juda ham oson. Buni ham o'sha cherenka qilib turib ko'paytirishingiz mumkin. Masalan, mana qarang. Men mana shu dratsena gulimni ko'paytirish uchun hozir ko'rsataman. Mana shu yerdan kesib olganman. Mana qarang. Mana shu qismidan kesib olganman. Mana shu qismidan kesib olib, buni mana shu yuqorisini ko'paytirishga qo'ygan edim. Zo'r tomirladi. Buni ekib bir kishiga berib yubordim, ekib turib. Endi qarang, o'sha olgan joyimdan ham yana yangi nishchalar urib, yana yangi ikkita shox chiqarib turibdi. Mana shunaqa qilib ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Masalan, mana bunisini ham mana shunaqana mana shu yerdan kesib turib, suvga solib qo'ysam, ko'payib ketaveradi. Buni ko'paytirish juda ham oson. Bularning ozuqalari MPKlardan 3 ta 20 yoki 3 ta 25 berasiz. Bu ham xuddi o'shane, har 15 kunda bir marta bahor, yoz, kuz oylarida, qishda bermaymiz ozuqalarni. Lekin bitta narsadan ehtiyot bo'lishingiz kerak, dratsena guliga ko'p suv quyib qo'ymang. Ya'ni har 3 kun, 4 kunda suv qo'yish yaxshi emas dratsena gullarida. Chunki bularda chirishga moyillik ozgincha bor. Tomirlari chirib, barglari sarg'ayishni boshlaydi. Ko'pchilik menga Telegram gruppamdan mana shu aynan dratsena gulini tashlaydi. Nima uchun? Barglarning uchi sarg'ayib qolgan deb so'rashadi. Mana shu barglarning uchi qorayib ketadi. Mana shu yerdan boshlab qorayib ketadi. U nimadan? Ko'p suv qo'yganingizdan. Ko'pincha turpog'ini quruqroq ishlashga harakat qiling. Tekshirib ko'rib, yaxshi quriganiga amin bo'lsangiz, keyin suv qo'ying. Ustma-ustun hamma gullarga suv berayotgan vaqtingizda bu dratsenaga ham suv berib ketish xato. Chunki siz bu guldan ayrilib qolishingiz mumkin. Tomirlari chirishga moyilroq bo'lgani uchun yaxshilab chanqatib suv bering. Yoz oylarida har kun suv purkab turavering. Namlikni yaxshi ko'radi. Masalan, 40-50% namlik agar bunga yaratib bera olsangiz yaxshi bo'lsa. Ko'pchilik namlik deganimda tagiga suv qo'yish tushunar ekan. Namlik tagiga suv qo'yish emas. Bu o'sha gulni atrofidagi namlikni ta'minlab berishingiz. Masalan, idishga suv quyib, ichiga keramzit solib, quyib qo'ysangiz ham namlik bo'ladi. Yo bo'lmasam suv purkab tursangiz ham namlik bo'ladi. Mana shu namlik hisoblanadi. Tagiga suv qo'yish bu namlik emas. Tagiga suv qo'yib, namlik ta'minlab beraman deb, yana buni tomirini chiritib, guldan ajralib qolmang. Dratsena gullarimiz haqida bilgan ma'lumotlarim bilan bo'lishdim. Agar nimadir aytmay ketgan bo'lsam, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram gruppamizga o'tib savol berishingiz mumkin. Javob beraman. U yerda